Kanalimizda hurmatli obunachilar, bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Dehqon bozorining yoniga keldik. 9 qavatli bino bor, qurilgan so'z davrida. Shuni 6-qavatida bir xonali kvartirani obzor qilib beraman. Liftimiz ishlab turibdi. Ko'rib turganingizdek, liftimiz yangi qo'yildi Dehqon bozorining yonidagi doma. Top-toza yangidan turibdi. 6-qavatida. Bir xonali kvartiramizni Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deb girsak, yurtlarımızdan girganda yine bildiğimiz prixoshka deb ataladi. Prixoshkasi bor. Fonda turibdi ekan. Bu yerimiz sanvizit hojatxonasi bo'ladi. Aziz yurtdoshlar. Gaz va suvdan вообще muammosi yo'q. Bu yerimiz oshxonasi bo'lgan. Oshxonani ko'chirib, zakrytый balkona ko'chirib qo'ydilar. Aziz yurtdoshlar, Dehqon bozorimizda endi hamma biladi deb o'ylayman. Agar xohlovchilar bo'lsa, foydalanaman desangizlar, dokumentlarni qatorimiz ham bor. Foydalanaman desangizlar ham bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Ijara qo'yaman desangizlar ham bu yerda normal senada ijarada o'tiradilar. Yo'lni dik bo'yi Dehqon bozor. Aziz yurtdoshlar. Yurtlarimizda. Tak, xonasini ko'rsatamiz endi. Beklasak yana xudo xolasa xonasini ko'rsatamiz yurtdoshlar. Xonasi normal fonda turibdi. Bu yanımıza kelamiz, bu yerimizda xonasi. Konditsionerimiz ham duribdi shu yerda. Oynalarimiz plastik rammalardan ikkisi, registrlarimiz qo'yib turibdi. Bir do'shashtirib, bir xolodilnik, televizor uni bu qo'yib bersangizlar, Dehqon bozorini dehqonlarni o'zlari ham ijara olib qo'yadilar, ya'ni rayondan kelganlar ijara olib qo'yadilar. Yurtdoshlar, narxini ekranda yozib qo'yamiz. Joyimiz srochniy sotuvda, bemalol telefon olinglar, telefoningizni kutib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, Dehqon bozor yonida bir xonali 6-qavatda.